Mijozlarimiz ko'p savol beradi. Выхлопной sistema o'rnatgandan keyin nima foyda beradi va nima uchun o'rnatiladi? Hozir sizlarga aytib chiqaman. Demak, eng boshidan boshlaymiz. Katalizator o'rniga PAUK 421 o'rnatiladi. PAUKning funksiyasi motordan chiqindi gazlarni bir-biriga xalaqit qilmasdan выхлопной sistemaga chiqarib beradi. PAUKdan keyin motorning vibratsiyasini yo'qotish uchun gofr o'rnatiladi. Undan keyin rezonator. Uning vazifasi rezonanslarni yo'qotish va ovozini pasaytirish. Endi eng asosiyga yetib keldik, bu глушитель. Глушитель 3 ta toifaga bo'linadi. Birinchisi прямоточный. U выхлопной sistemadan chiqqan gazlarni to'simsiz chiqarib beradi. Demak, uning ovozi baland bo'ladi. Ikkinchisi bu непрямоточный. Ya'ni uning konstruksiyasi labirintga o'xshab turadi. Demak, undan chiqayotgan gazlar o'tgancha ovozini yo'qotadi va ovozi pastroq chiqadi. Va uchinchi variant bu ikki rejimli глушитель. Ikki rejimli глушителni pult orqali boshqarsa bo'ladi. Demak, ovozini past va baland qilsa bo'ladi. Orqamda turgan Spark'ga yangi прямоточный выхлопной sistema yasab berdik. Ko'rishingiz mumkin. Bunga yig'ilgan выхлопной sistema 48 diametrdan iborat. Oldi qismida PAUK 421, o'rtasida rezonator, orqasida прямоточный глушитель. Endi ovozni eshitib ko'ramiz, undan keyin mashinani plashovkaga yuboramiz.